Tarixdagi eng qudratli ayol xiyonatga uchradi. Bu sotqin esa uning 10 yoshli ukasi edi. Miloddan avvalgi 51-yil, Aleksandriya. Opa-uka Misrni boshqarardi. Qiz 18 yoshda, bola esa 10 yoshda. Misr urf-odatiga binoan ular turmush qurishgan. Avvaliga hammasi yaxshi edi. Qiz yetakchilik qilardi, bola esa ergashardi. Qiz aqlli, ishonchli, xalq uni sevardi. Lekin ukasiga bu yoqmaslikni boshladi. U kuch-qudratni xohlardi. Shu sababli opasi haqida yolg'onlar tarqata boshladi. Uning tarafdorlarini o'ziga og'dirib oldi va oxirgi qadam sifatida opasini saroydan quvg'in qildi. Ammo qiz qochmadi. Shahar devorlari tashqarisida lager qurib, qo'shin to'pladi. Rimdagi eng qudratli odam bilan birlashib, katta kuchga ega bo'ldi. Va u bir kechada sezdirmay, yashirincha Aleksandriyaga qaytdi. Lekin u paytda urush, ko'chalarda tartibsizliklar, yong'inlar, qulagan darvozalar. Tong otganda esa ukasining jasadi Nil daryosidan topildi. Qanday bu sodir bo'lganini hech kim bilmaydi, lekin bir narsa aniq edi. Taxt endi qizniki va taxtni egallagan ayol bu Kleopatra. Yanada qiziq hikoyalarni ko'rish uchun obuna bo'ling.